Yo'llarda harakatlanar ekanmiz, ba'zida bilib, ba'zida bilmay yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzayotgan harakat ishtirokchilariga ko'zimiz tushadi. Holatga yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan qonuniy munosabat bildirilganda esa, afsuski haddini bilmay qo'pollik qiluvchi fuqarolar ham tez-tez uchrayapti. Qashqadaryoda sodir bo'lgan ana shunday vaziyatda birgina hujjat ko'rsatib, qoidabuzarlikni tan olish bilan yakunlanadigan jarayon manmanlik sabab mushtlashuvgacha borib yetdi. Muxbirimiz Shavkat Aminov holatni o'rgandi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati xodimi va fuqaro o'rtasida yuzaga kelgan janjal aks etgan videolar tarqalib, holat jamoatchilik o'rtasida katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq xabarlariga e'tibor qilinadigan bo'lsa, go'yoki fuqaro jabrlanuvchidek taassurot qoldiradi. Biroq holatni o'rganishimiz asnosida kamera qarshisida intervyu berishni istamagan guvohlar haydovchi ham bu jarayonda biroz haddidan oshganini ma'lum qilishdi. Voqeaning bevosita ishtirokchisi bo'lgan xodim esa vaziyatni shunday izohladi. Ushbu A380 yo'lning 2-kilometrida xizmat olib borayotgan vaqtimizda menga notanish bo'lgan Cobalt transport vositasi ushbu to'xtash va to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgisi ta'sir doirasida qoldirib ketilganiga guvoh bo'ldim. Haydovchini kimligini aniqlash maqsadida yon atrofdagi haydovchilardan so'radim. Biroz vaqt o'tib haydovchi kelib, orqa tomondan transport vositasining eshiklarini ochib, harakat keltirib transport vositasini hujjatlaringizni taqdim qiling. Ushbu joyga transport vositasini tashlab ketish mumkin emas deb ta'kidlagan vaqtimda transport vositasini orqaga harakatlantirib, qonuniy talabni bajarmasdan faol qarshilik qilib boshladi. Taqiqlovchi belgi ta'sir doirasida turgan mashina haydovchisining shubhali harakatlari sabab vaziyat jiddiylashar ekan, atrofdagilar ham jim qarab turishmadi, deydi suhbatdoshlarimiz. Ortdan esa janjalga moy sepib, xodimni urishga undaganlar ham bo'lgan, afsuski. Haydovchini tinchlantirishga urindik va uni qonuniy talabga bo'ysunishini ogohlantirdik. Tarmoqlarda aylanayotgan videoni aytmaganda bo'lib o'tgan hodisalar allaqachon e'tibordan chetda qolganini manzilda bo'lib tushungandek bo'ldik. Ammo qoidabuzar bilan bog'liq jarayonlar endi boshlandi. Mashina jarima maydonchasida, o'zi esa qonun oldida javob bermoqda. YP xodimlariga bo'ysunmay qochishga harakat qildim. Keyin ular mashinadan tushirib olishgani sababli men jahlim chiqib janjallashib ketdim. Omma oldida kechirim so'rayman hammadan. Qaytib bu ish takrorlanmaydi. Birgina hujjat ko'rsatib qoidabuzarlikni tan olish bilan yakunlanadigan jarayonni murakkablashtirishdan topilgan foyda pushaymonlik bo'ldi. Mazkur holatda yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy faoliyatiga qarshilik ko'rsatgan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlandi. Jinoyat ishi bo'yicha G'uzor tuman prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Har qanday chigal vaziyatda ham qonunlarga bo'lgan hurmatgina muammolarning oldini olishi mumkinligi hayotiy haqiqat. Ortiqcha shovqin-suron ko'tarish esa javobgarlikka sabab bo'lmasdan qolmaydi.